Mana shu Hazrat Ibrohimjon akamning boshchiliklarida bo'lgan masjid ekan. Mana shu yerga kelib 2 rakat tahiyotul masjid namozini ustozning haqiga 2 rakat hojat namozi ham o'qib qo'ydim. Alloh bu zotni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Mana shunday muborak joyga masjidlarni qilib qo'yganini qarang-da, mana minglab odamlar bu yerda namozlarni o'qiyapti ekan. Besh vaqt namozda, hayit namozlari, har kunlik juma namozlari. Allohim la ilaha illalloh kalimalarini savoblardan shu ulug' zotni bahramand qilgin. Bizlarga ham o'shalarga bergan yo'llaringdan ato qilgin Robbim. Mana bu yerda mana tahorat qilganlar tahoratdan chiqib artık ishlarda qarang mana. Hali ham qurilish ishlari ketyapti ekan. Jamoat ham kelyapti bu yerga. Assalomu alaykum. Mana. Mana. İnson nimalarga qodir. Mana shu masjid. Mana shu hazratimda azon aytayotgan joyi mana. Esdalikka olib qo'yapman-da, mana birodarimiz ham mana Toshloqdan kelib mana shu yerda hazratimda ulug'ligiga muhabbat qilib yotib ibodat qilyapti ekan. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Adolat qilishni nima ekan? Hazrat Ali qilishni razmiga o'sha. Qilishni razmiga. Yataga bo'pti. Xo'p, nasib bo'lsa ertaga kelib qolaman. Mayli. Sanadada yotganman mana. Qishda kelaman. Bu masjidning nomini nima deb ataldi? Hazrat Ali. Hazrat Ali deyildi. Hazrat Ali masjidi. Hazrat Ali Karmallohu vajhahuni nomiga qo'yilganda, ana o'sha Hazrat Ali Karmallohu vajhahuni bitta nomlari Shohimardon Pirim bo'lgan ekanda. Ana shuning uchun shuni qo'yishganda bu zot shunaqa avliyo. Ana bilarkan. Hazrat Ali shattalar Hazrat Ali. Shuni deb bilmam billalar Hazrat Ali. Ilohim. Mana qarang. Qanaqa aziz joylar, buni qarang. Rahmat aka, bo'pti. Sog' bo'lsinlar. Salomat bo'ling. Mana bu yerda hali ham qurilish ishlari ketyapti ekan ana. Azon aytayotgan mahvorotni qarang chiroyligini. Mana bu soylarda sharqiragan soylarni yoniga qurilganini ko'ring. Masjidimizning nomini Hazrat Ali Karmallohu vajhahuni nomlariga qo'yaylik deyishgan ekan ustoz. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Bunaqa zotlarni yerlarga qo'y qadamlarini ko'p Xudo yetkazsin. Ilohim. Allohim. Mana soylar. Shalviragan soylar. Shu yerda ham bir suratini olib qo'ydik. Mana bu namozxonlarni kiradigan joyi mana. Hovli tomondan ko'rinishi. Bitta Oqqo'rg'ondagini aksini qilganlarda mana oynaklik qilib azon aytayotgan futbollarni qarang mana. Alloh rozi bo'lsin ustozlar. Mana soylar dedi. Sharqiragan soylar. Havas qilmay iloji yo'q. Bu yerlarda hammaga ham kelib ko'rish nasib qilsin. Mana. Qanday joyda tanlangan, ajoyib joy. Bu yerdagi toshlar mana shunaqalarni olib tashab joy qilib qurilganda mana. Bu ham qancha mehnat, qancha xarajat. Maşallah. Maşallah.
Vay be. Va alaykum assalom. Mana bular ibodatga kelyapti. Mana so'ylarni qarang. Rahmondan so'ylari. Ana oq suvlar. Bu yerda ibodat qilayotganlarga mana har xil mushkambarlar, namozda kiyadigan qalpoqlar. Mana. Ey barakalloh. Voy. Qorovulxona ekan mana. Mana. Allah razı olsun bu zotlardan. Amin ya Rabbil alamin.